Akalar bizga kapyat kelgan. Bunaqa akulamorda deb qo'yadi. Bunaqa akulamordadan kelgan. Bunda bo'layotgan prichinasi xullas motorni yuvishgan, ko'rsanglar bo'ladi, motor top-toza turibdi. Motorni yuvganda korobkani kompyuteri kuyib qolgan. Korobkani kompyuteri kuygandan keyin hamma narsa yonib qolib, mashina avariyniy rejimga tushib qolgan. Buni yo'l-yo'lda ko'rishgan. Prichinasini topmagan. Hozir uni prichinasini topdik. Bilsak, mana motorni kompyuteridan tashqari отдельный blogi bor ekan. Shuning ichiga suv kirib ketib, buni nimalari kuyib ketibdi-chi. Hozir donor blog olib keldi. Bu motorni yuvgandan ko'ra lучше yuvmagan yaxshi ekan. Bu narsa juda ham qimmat turar ekan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar.